ko'rishdagi yagona mushti parim. Maryam onalari bizga 6-kurs lecheniya kelishlari, qizlarida DTP yengil daraja emas. Bo'ynini tutishlik yo'q edi, belini tutishlik yo'q edi, o'tirishlik muvozanat, emaklash muvozanat yo'q edi. Hozirda Maryam o'zi ushlab daroshka yuradigan apparat daroshkamizda ushlab o'zi yuryapti. Keyin yaxshi bo'ldimi? O'zingiz gapirib bering. Faqat yig'lama. Gapirib bering. Qanaqa natija bo'ldi? Tojikcha ayting, men privat qilaman. Я гамирар вишмундagi. Aha. Gammesanat kam gammesan. O'zi gaplasham. Gammesanat naqsh shudimi? Kam gammesan. O'zi qizimni deyaptilar, bitta yurishi qoldi. Qolgan Mishishamas. ana aqli, nutqi yaxshilandi qizim. O'zi gapirib ketyapti sekin-sekin va faqat yurishi qoldi deyapti. Harakat qilsam mebotashga rarva. Ana, harakat bor-a yurish uchun. DTPni og'ir diagnoz bo'lgani uchun natija bo'ldi. Bolada o'sha uyg'ondi-da. Vrachingiz kim edilar? Gulnoza Kazayeva. Mana sizga navbat keldi. Minnatdorchiligingiz bo'lsa ayting. Rahmat megamagisi rahmati kalom megoyam. Ki doktorima maxalpa so'qiydi. Xursandmisiz? Onamiz aytibdilar, ming rahmat aytaman. Qizim yurishda azob tortardi, gapirishda azob tortardi. Shu vrach sababli, shu lecheniya sababli bolamda o'zgarish yaxshi bo'ldi. Men minnatdorman, ming minnatdorman dedilar. Onamiz o'zbekchani tushunadi, lekin gapira olmaydi. Men o'zim gapirayotganim yo'q. To'g'ri aytibmanmi? Tushunyaptilar bular. Ma bayon adres dodam o'madiga. Ha, o'sha adres ham berib bo'ldingizmi qarindosh urug'qa? Ana. O'zi reklama ham qilib bo'libdi lekin. Agar sizning ham farzandingizda nutqdan, aqldan qolishlik kuzatayotgan bo'lsangiz, bizning nevrovelik klinikamizda ikkilanmasdan tanlang.